Hozir men senga rasm tashiyman, o'sha odamni o'ldirasan, tushunding? Mana shu rasmdagi odam uyiga borib o'ldirasan. Otaxon, qalaysiz? O'g'liz qayerda o'g'liz? Bacham o'g'lim ishga ketdi. Uyda yo'q. Men o'g'liz o'ldirishga keldim. Men killerman. Hay. Kelancha uyga kirib o'tiring, choy poy qilaman. Yo, men o'ldiraman ketaman siraz. O'g'liz chaqiring siraz o'ldiraman ketaman. Bir soatlara kelar bacham, tez hozirtma keling uyga kiring. Qanday bo'laykan? Kiring uyda bir piyola choy ichasizda, kiring qani, kiring. Yaxshi qilibsizda kelib o'tiring. Bu kerak emasda qo'yavering. Bacham o'ldiraman ketaman. Mehmon, mana qarang. Mana bir piyola bu choy, bu o'zbekchilik qayerda qoladi, o'tiring. Bacham siz bu yerda bemalol choy ichering, mana bir ikkita ishlarim qilaman. Hay bacham. Choy chancha ichaga siydigini ich. Bacham lekin qoyil qolmadim. Bu dadangiz ta'lim tarbiya bermagan ekansiz. Otangiz tengi odam bu yerda yer og'dar etdi, bir yordam beray demaysiz. Bir o'g'lim kelancha sal ishlarma qarashing. Ha keling, ha. Men yordam bersak yordam beraylik. Bacha, istizod kelarmi? Toping. Ha, keladi. 1 soat, yarim soatda keladi. Otabegini kutib turibdi. Oyda turib qalam qog'osiga o'sma qo'ygan ekan qolibdi. O'g'liz keldi. Charchamadingizmi? O'g'lim bilan gaplashdim, 5 minutda keladi. Mana qarang, yangangiz mantiq qilibdi. Men amaki ketaman, men choy ichga kelmadim. Hay, menga qarang, mehmonsiz yuring qani o'tiring. Ko'zin oqqan soyasiga dog'da o'smasini yuvib. Oling qamacham oling. Mana qarang qani. Yuragani ayb yo'q. Ketami? Menga qarang. Men xizmatdaman, amaki. Xizmat qiyin. Men o'ldiraman ketaman, qo'ying. Rossiyadan o'g'lim olib kelgan. Kelgandammi? O'rmang. Bacham, yaxshi keldingmi? Mehmon. Keldi o'g'lim, keldi, o'ldirsangiz bo'lar. Kim bu dada? Bilmayman men. Nima deydiman? Odam o'ldiraman, sen o'ldirishga kelgan killer ekan bu. Men bilmaymanmi?